Shu bitta tortganlarini o'zida butun og'riq yo'qolib qoldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz do'stlarning tavsiyalari bilan keldik. Butun badanimda og'riqlar borligi uchun massaj olishga keldik. Bu yerda avval mana bu bochka bor ekan. Bunda yaxshilab parlab, pishirib 15 minut pishirishar ekan. Keyin bu joyiga yotqizib, butun badanimga asal surtib turib, dimlab qo'yishdi. Bir 15-20 daqiqa bu yerda salafanga o'rab qo'yilgan holatda badanimni yumshattirishdi va mana bu stolga yotqizdirib, butun orqa taraflarimni, muskullarimni yumshatib, tortib, qirsillatib, xullas umuman bir boshqa odamga aylantirib qo'yishdi xullas. Shunaqangi bir mamnun bo'ldim, xursand bo'ldim. Boshlarimda og'riq bor edi. Og'riqlarim butkul yo'qoldi. Yelkalarim, umurtqa pog'onalarimda og'riq bor edi. Shu bitta tortganlarini o'zida butun og'riq yo'qolib qoldi. Inshaalloh sizlarni ham tavsiya qilamiz. Shu yerga kelinglar, xudo xolasa bir afsuslanmaysizlar, kelganinglarga bir xursand bo'lib, maza qilib ketasizlar. Yarim soat, 40 minut ketar ekan vaqt. Vaqtinglarni ajratib kelsanglar inshaalloh maza qilib, davolim bo'lib ketasizlar inshaalloh. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.